Alo, yaxshimisiz uka, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kim bu aka, tanimadim? Ha, qo'shnim, mahalladoshim qo'shnimga akfa qo'yib berib ketgan ekansizlar. Ha, kimnikiga? $500 Abbos degan qo'shnimiga. Qaysi Abbos? Qora Abbos bor-ku. Ha, bo'ldi. Nima bo'pti aka? Ha, shunga uka, mana biz ko'rib chiqdik-yu, 500 ming, 600 mingdan qo'yib beryapti. Nimcha $500 ga qo'yib yubordinglar. Aka, u akfa bilan ko'chadagi sotayotgan romlarning farqi bor aka. Eshiklarni balkondan qildik, derazasini Aqua Plus originaldan qildik aka. U bozorniki bilan farq qiladi. Hammasi bir xil. Yo'q, nima bir xil aka, bir xil emas. Boshqasini hammasi bir xil, ko'rdik. Aka, nima ish qilasiz? Menmi? Ha. Men mol qo'yib boqaman uka. Aka, mol bilan qo'ydi, yemishi bitta, lekin nimaga ikki xil chiqadi? Endi bilmayman aka unisini men. Ha, boqqa ahli yetmayapti, nima qilasiz aka, akfaga aralashib? Ishingiz qilmaysizmi?